Opajon, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Singlab, rahmat kattakon. Kuyov bilan o'tinglar, xo'p? Xo'p, opajon, rahmat. Albatta o'tamiz. Opagina men xursand bo'ldilar rosa. Hali bilmaydilar kishiga yangi telefon olganimni. Biz odatda yaqinlarimizga sovg'a olib ularni xursand qilishga harakat qilamiz, ammo bu borada ham aldanib qolayotgan fuqarolar yo'q emas. Instagram ijtimoiy tarmog'ida Apple Market nomli akkauntdan foydalanuvchi noma'lum shaxs axborot texnologiyalaridan foydalangan holatda tovlamachilik sodir etdi. U Qoraqalpog'iston Respublikasida doimiy ro'yxatda turib, Buxoro shahrida vaqtinchalik yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib, iPhone 14 Pro rusumli telefon apparatini sotishini va uni pochtadan yuborishni va'da qiladi. Buning evaziga esa bank kartasiga 1.600.000 so'm miqdoridagi pullarni olishga ham erishadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik va surishtiruv harakatlari davomida ushbu jinoyatni Andijon viloyatida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Qilingan xato uchun to'lanadigan badal esa ushbu xatoni qayta takrorlamasligi uchun ishora bo'ladi deya umid qilamiz.